Bununla amal qımsaq bulmaptı. Sen mi bilirsen, ben bütün gücümle karşılık gözettim. Qat'iy təvrənimidim, özüm iqrar. Ben məğlub oldum Boro. Mağlup buldum. To'g'ri, birodar. Afsus, bu gapni sen qıvatamsan. Acayip cayığı saldın ha. Bir yerin zahmetmeyende. Yok. Hay! Vay! Hay! Vuhum be. Aldığında hıcılmen Boro. Mağlup olduk mu? Ya herkes onda emas, biz özümüzni özümüz qutuldirishimiz gerek. Avaroma Boro. Shundaq mu? Men bir sinab ko'ray. Tola içimli pişamığına. Ben charchab ketdingmi ya ag'ina, ha? Bu katırgı shundaq ko'p qon terimizni sindirgan-to'q. Endi o'z balangdekli bo'lib qolgan-di. Buni hech qanday qarshiliqsizlar haqi berib yutamsan, ha? Gap qila sepiniz. Sen tirishib o'tamsan. Shundaq, to'g'ri aytding. Ras, unutib qolgani tasqabdimi? Dengiz sohilida kimlarning musobaqa qilishayotganligini bilamsan? Kariskin bosh bo'lib o'ynab etibdi. Uningga seni butunlay tugashdi deb aytib qo'yaychi. Qandaq deysan, ha? Karaskin? To'g'ri, o'zini saqlab o'tadi. Gaping rostmi? Rostmi? Ha? Bo'ldi, tez bo'l, tez bo'l. O dahi qora qo'yini bosh egdirib, yozni odam salqindaydigan mayin shamolga, bahorni odamning ichini siqadigan g'arb shamolga aylantirdim deb qo'yib o'tadi. This is a nightmare. What are we going to do? This was from my... Laura, men üzük taqvaganlik bilan Edward tağamni aldırmayman. Albatta, üzük taqagan qil bo'lmaydi da. Mergin, bu mehmonxonani saqlab qilish uchun qanchalik badal to'liging bor? Nima? Balkim sening g'ojitingdan chiqadigan birsi bo'lishi mumkin. Shanbadan burun to'y qilamdimi? Kim bilan? Qora qo'yini sepnis bilanchi. Men har qancha amalsiz qolsam-mu, oldimga uchragan odamga tekida qolib tushib qolmagan. Ishmanlik qancha chunqur bo'lsa, muhabbatmi shuncha chunqur bo'ladi degan gapni anglamaganmi? Sepnis sizni ranjitgan bo'lsa, demak u sizni o'ziga xililamaklik qilyapti. Uning ustiga Jeshkam uningga amroq. Keyli, to'g'ri deydi. Jesh uni bek yaxshi ko'rdi. Rost shundaq. Aljib qoldinglarmi? Yani kelib qora qo'yin sepnisning nazarida erkinlik o g'alat katirdan nechasi qimmatlik. Yo'q. Bilishimcha sepnis avval erkinlikdan, ondan katirdan ayrilib qolib ketibdi. Nimaga kulsiz? Haqiqiy ahvolni obdan bilib turib. Borobek man ko'p yuriydi. Bu gaplarni o debdi. Hozir sepnisning ahvoli bek og'ir ekan. Bu ish bilan uni qiyin ahvoldan qutuldirib olg'ili bo'ladi. Yo'q, bo'lmaydi. Hargiz bo'lmaydi. Mergin! Ben Nurci! Bana işte tekilemeydi! Ben hükümran! Ben Nurci! Benim kardeşim yok! Benim yanım hükümranı! Ben hükümranı! Kandak bir taraçı ha? Gene ha? Ben Nurci! Ben yapını ben! Tutulma balam! Ha? Benim kardeşim yok! Beni kaysam tekilereyse! Kaysam tekilereyse! Ha? Benim kardeşim yok! Ha? Neyme?
Nima, kim keldi? Oho, kim keldi ben? Yakchashmikan bu ha? O ko'zimni qara qilib olgan bu nima? Kela, xudo kapagiga keldimi nima? Ha? Kela, pulingni aka. Bagidingni rad qilmayman, ha? Ha, qani kela, qancha pul kelding? Qancha pul bo'lsa, shuncha pul olaman, ha? Yo'q, hargiz bo'lmaydi. Mehmonxonaning taqdirini o'ylash vaqtida bir nim degin. Keskinroq bo'l. Sepnes. Siz bilan maslahatlashadigan ish bor edi. Ma'qul. İşxonam kerak bo'lamdi. Shundoq, arxib kirsak bo'lmasmidi? Shundoq, yosin. Nima ishdi? Mening zarur ishim bor. Nurg'un jiddiy ishingiz. Va'da qilsizman. Man qarang. Bankaga to'laydigan qanchalik qarzingiz bor? Qancha pul to'laydiganini bilib, ondan qara chiqaraymikin deyman. Nemiski mening qarzimni to'lamoqchi bo'lib qoldingiz? Qanchalik dedingiz? Why would you put up the money for my loan? How much? Agar siz Agar men meni asdingiz, nima dedingiz? meni olmasangiz bo'lmaydi. To'xtang. Siz menga pul berib, men bilan to'y qil demoqchimi, ha? Bu pulni olmasangiz, siz katringizdan ayrilib qolasiz. Agar men to'y qilmasam, mehmonxonamdan ayrilib qolaman. Men tek sizni bir romantik, haqiqiy muhabbatga erishmoqchi to'y qilmaydigan qiz deb o'ylabdim. Mening turmush prinsipim asli shundaqdi. Bak ishvaman. Chunki mening so'ydig'inim mehmonxona. Bu mehmonxonani qutqizish uchun hatto siz bilan to'y qilishni loyiq ko'rdim. Tanlabmi o'ltami demding, ha? To'yiq yo'lga kirib qolgan odamga nima amal? To'y qilgan bilan mehmonxonani qutultirib qo'yg'ili bo'lamdi. Dadamning vasiyatnomasida shundoq bir gap bor. Men cho'qim 36 soat ichida to'y qilishim kerak. Albatta, bu ikkimizga foydali ish. Qani, sodilshamdiq yo'q.